Assalomu alaykum, hurmatli Hayot Media kanalining ko'ruvchi muxlislar. Yana bir bor assalomu alaykum. Mana bugun Londradan Toj Muhammad akamiz ehson yuborgan ekanlar. O'shani ehsonlarni keltirdik. Mana yosh bolalarga va yosh qizchalarga hayitlik kiyimlarni berdik. Hayitda kiyadigan kiyimlarni. Alloh rozi bo'lsin Toj Muhammad akamizdan. Qilgan ehsonlar Alloh bargohida qabul bo'lsin. Alloh umid qilib qaytarsin ilohim inshaalloh. Mana keldik hozir yosh bolalarning yoniga kiyim kechib beramiz. Ading nima? Mahmud. Mahmud? Ha, nima almana kelding bu ara? Ko'ynakmi? Began edingmi? Hava. Xursandmi sen? Hava. Yaxshi. Assalomu alaykum molla. Va alaykum assalom. Sen ading nima? Jamshid. Nima uchun kelding? Ko'ylak olman. Ko'ynak olmana kelding? Hava. Mashallah. Began edingmi? Hava. Bo'lar inshaalloh. Hemen ham ko'ynaga tezmana bir. Qalaysan sen? Yaxshi. Yaxshimi? Hava. Sen nima uchun kelding? Ko'ylak olmana. Ko'ynak almana, mashallah. Taj Mehmet ağanız Londradan hemmangizni ko'ynagi beribdir. Mana birazdan hemmangiz ham ko'ynak beracak inshaalloh. Taj Mehmet ağanızın haqqına son dua edinglar, o'shmi? Nan yeyim planınız, namoz o'qiyim planınız haqqına dua edinglar. O canı sağ olsun, tene canı sağ olsun deb. Hacca gitmek nasip etsin deb inşallah. Adı Taj Mehmet Roshmin. Taj Muhammad ağa deyseniz bo'ladi. Dua edinglar haqqına, o'shmi inshaalloh. Mana bularga berib chiqdik. Qolganlari ham bor. Qizlarning. Bular ber. Mana bu Zumonagar og'aning qizi. Qancha metr o? Bu ham 3 metr, ikki bitta qiz mana. Ha, ikki qizmi? 1,5 metrdan ekan-da. 1,5 metrdan, lekin buni o'shani bir qizni qo'liga bersak, ikkisi ham uyga yetib beradi. Mana bu katta qizi. Mana hayit ko'ylak. Hayit ko'ylaklari, hayit bayramiga. Mana bu ham Tillog'ani qizi. U hali kelmagan, bu ham keladi. O'g'liga berib, kelmagan bo'lsa o'g'liga berib qo'yamiz uni. O'g'liga? Ha, o'g'liga berib qo'y. Qizi kelmabdi. Jamshid. Singlimga berib qo'y buni. Mana bu bitta ko'ylak. Mana bu yetimak yozilgan, otasi ham yetim bo'lib o'sgan. Ro'zg'orda qiynalgan. Shuning uchun shan qizga ham bermoqchimiz. Qancha metr? 2,5 metr. Ha, 2,5 metr ha? Ha, 2,5 metr ikkita qizi bor. Kichkinami? Kichkina, ha. Hali 2 yoshlar atrofida. Kattasi 4 yoshga to'lgan. Yaxshi. Mana qizi, mana shu katta qizi bo'ladi. Bundan kichkinasi ham bor. 4-5 yoshlarda katta qizi. Mana bu Shamsullo aka. Ana. Gel Shamsulloga qayta. Mana bu Shamsullo akaning qizi. Ikkita qizi bor ekan. 4 metrmi? 4 metr ha. 4 metr ikkisiga. Mana buni ham beryapmiz. Qizi shu yerdami? Mana qizi shu yerda. Mana bu şöyle demem ayağım tuttu bunu. Yanlış tuttu. İkna mı diye demek ya koyup durdım bunu mu? Nima bu? Nima bu? Ha? Geplar bilan nima? Ko'ynakmi? Ha, atsan kiyecek buni, hayitdami? Ha. Began edingmi? Began o't edingmi? Ha? Hala uncha gaplashni ham bilmaydi hammaylar. Nima bu? Ko'ynak? Maşallah. Qachon kiyecek buni? Hayitda kiyecekmi? Xursand bo'ldingmi? Maşallah. Telefona qara, uyalma. Nima bu? Ko'ynak. Qachon kiyecek bu ko'ynak? Hayitda. Maşallah. Begona o't edinglarmi?
Hop, senki nima? Ko'ynakmi buni? Hava. Qachonga chekdingiz buni? Qaytdi. Maşallah maşallah. Mana shunaqa kiyim kechak berdik. Mana hayitdagi edi, hammasi xursand bolalar. Bir-biridan xursand, maşallah. Yana inshaalloh hayit namozida ham kelib, hayit qarshiligini beramiz, hammasiga pul beramiz. Hayit namozida kelib pul beramiz inshaalloh. Hayitlik qarshiligini. Mana bu ham Evad akaning qizi, ikkita qiz bor ekan. O'shanga bermoqchimiz. Katta qizi kelgan. Mana bergan ehsonlaringizni tarqatyapmiz bolalarga. Mana. Endi qizlarniki tugadimi? Ha, qizlarimizning tugadi. Endi o'g'il bolalarnikini olamiz bir. Shat oladi. Ko'tarib saqlayman. Barda polvonning o'g'li, ikkita o'g'li bor ekan. Mana o'shani kattasiga 4 metr, har qaysiga 2 metrdan 4 metr beryapmiz. Mana shuni bir o'g'liga beryapmiz, ikkiga. Isming nima? Mahmud. Mayli. Mana bu xo'ja. Xo'ja aka deydi. Buni ham ikkita o'g'li bor ekan. O'shani o'g'liga beryapmiz. Katta o'g'li. Buni qachon kiymoqchisan? Qaytdi. Yaxshi. Bergan xursandmisan? Hava. Yaxshi. Rahmat deb ket. Rahmat. Menga qara. Toj Muhammad. Toj Muhammad akaga bir rahmat aytib qo'ychi. Rahmat. Toj Muhammad aka de. Toj Muhammad aka sizga rahmat. Ha, bo'ldi. O'zbek asopar ekan bular. Ha? O'zbek asopar gapdi. Jamshid. Mana bu Muhammad Jamshid. Jamshid deyiladi. Mana bunga ham 2 metr yozilgan. Mana Buni bir o'zi, buni bir o'zi, buni qavarasi katta, o'shaning uchun bir o'ziga 2 metr. 2,5 metrdir. Qarab ko'r. Yo'q, 2 metr. 2 metrmi? Ha, bo'ldi. Muhammad Jamshid. Rahmat aytib qo'y. Rahmat. Xursand bo'ldingmi? Rahmat deb qo'y. Ha, bo'ldi, borim. Mana bu zikrulloh. Bu mana zikrullohniki 3 metr. Mana bunga ham Qaysiga deb o'yladi. Hadi qillar yo'q. buni ham bir taqdir kichkina kafe ham bor. Ha, 2 kishi bu. 2 kishilik. Bar olib joyingga o'tir. Mana bu Jumona darog'a. Jumadan o'g'li ana. Jumona darog'aning o'g'li Umidjon. Mana buni ham bermoqchimiz. Mana bu esa Hazrat og'a. Hazrat og'a. Ikkita o'g'li bor, 4 metr. Ikkisining bittasiga beryapmiz, uyiga yiltib, ikkisi ham kiyadi. 2 kishi kiyadi. Demak. Xursandmisan? Hayitdagi jam ko'ylak inshaalloh. Hava gezi. Maşallah. Mana bu Murod aka. Taxallusini Murod ko'p deymiz. Turkmanchasiga. Buni ham ikkita o'g'li bor. Bu 4,5 metrmi? Havo 4,5 metr. 4,5 metr. Buni metri ham yozilmagan. Bachalar mayda bo'lgani uchun 3 ta bachasi bor. Mana kattasi shu. Buni ham shularga bermoqchimiz. Mana. Atang adami? Baray o'rda tur, bar. Kichkina. Mana bu oxirida qolgan Do'st Muhammad akaniki, bir o'g'li bor, 2 metr. Mana buni ham oxirgi bergan ehsoningizni ham egasiga bermoqchimiz. Do'st Muhammad aka rahmat sizga. Toj Muhammad og'a. Toj Muhammad og'a, Allohim bergan ehsonlaringizni dargohida qabul qilsin. Inshaalloh. Davlatingizni bundan ham ziyoda qilsin. Hojga borish nasib qilsin inshaalloh. Hojga bo'lish nasib qilsin. Ota-onangizni ham hoji qilmoq nasib qilsin inshaalloh. Davlatingiz ziyoda bo'lib, bolalaringiz rohatini ko'rib yuring. Biringizga ming bersin. Mana buni ham oxirgi bachaga bermoqchimiz. Begendingmi? Hava. Qachongacha inshaalloh ko'ynaklari? Qaytdi. Hayitda, maşallah.
Taç Mehmet ağa rahmet deb ayting hemen. Allah razı olsun de. Allah razı olsun. Sadaqanız kabul olsun de, ihsanınız de. Bergenlik men ham ketdim. Maşallah maşallah. Ma Adın neydi? Can geldi. Ha. Haytda ko'ynak kiymoqchimiding yo kiymoqchi emasmiding? Ko'ylagimiz yo'qdi. Mana Fat Muhammad ağa bizga ko'ylak berdi. Allah razı olsun. O'shaning uchun kiymoqchimisan? Hava. Ha, yaxshi. Toj Muhammad akaga minnatdorlikni bildirib qo'y. Fat Muhammad ağa sizga rahmat. Allah razı olsun de. Allah razı olsun. Sadaqası kabul olsun. Ihsanlar Allah dargoyida kabul olsun. Ilohim amin inşallah. Allohim mingini bersin. Mana shunday g'aribalarga birini berdi. Toj Muhammad og'aga ham Allohim mingini bersin inşallah. Hojiga borish nasib qilsin inşallah. Mana shunaqa azizlar, mana ketirdik. Ihsonlarni, kiyim-kechaklarni berdik. Inşallah hayit kuni, hayitga bir kun qolganda kelib hammasiga ham hayit qarshiligini beramiz, videosini olamiz inşallah. Mana shularning hammasiga hayit puli ham beramiz inşallah. Hayitga bir kun qolganida inşallah. Amin og'a, mana shu musofirdagi akalarimiz va ukalarimiz va opalarimiz va singillarimiz, barcha musofirdagi akalarimizga hammalariga bir duo qilib bering. Allohim tana jonlarini sog' qilsin. Mana shu akalarga bir duo qiling. Allohim dargohida qabul qilsin. Fat Muhammad akaning bergan ihsonlarini men shularni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Mahallamizdagi yosh bolalar kiyim-kechak kiyishga ham pul yo'q edi. Ro'zgorga ham qiynalib yetishyaptilar. Yeyishga ichishga ham zotlari kamroq edi. Shuning uchun kola kiy olmay o'tirgandi. Men bularni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Fat Muhammad akaning davlatlari bundan ham ziyoda bo'lib, Alloh dargohida ihsonlarni qabul qilsin inshaalloh. Bolalarning rohatini ham ko'rmak nasib qilsin. Hojiga borish ham, hoji aka bo'lish ham nasib qilsin. Inshaalloh men bularning haqqiga bir duo qilmoqchiman. Allohim dargohida qabul qilsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hazreti Muhammed Mustafa Peygamberlerin muhtemelen ustadların çağırıyor, imamların, yetim yesirlerinin hakkıga dua kılmaksınız. Hazreti Muhammed Efendimiz'in devletleri ziyad bulup, vergen ihsallarını Kudamant kabul kılsın. Bundan hem mertebesi uluk olsun, Allah'ın dergahında kabul kılsın. Amin. Allahu ekber. Bo'ldunda boringlar, ketinglaringlar. Inshaalloh qaytdan barangizga pul ham beraman, xo'shmi? Qaytda yana inshaalloh chaqiramiz. Mana bular chaqalar hammasi xursand bo'ldi, bolalar.